Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz qadimgi Kichik Osiyo hududlaridagi davlatchilikni shakllanishi haqida bo'ladi. Bugun mavzuni yoritishda quyidagi rejalar asos qilib olindi. Birinchidan, qadimgi xet tarixi manbalari va tarixnavisligi. Chunki nega xet deyapmiz? Aynan Kichik Osiyo hududidagi eng qadimgi davlatchilik xetlar boshlab bergan. Shuning uchun biz xet tarixi manbalari va tarixnavisligi deb atadik. Ikkinchi qo'ygan reja savolimiz aynan xetda davlatchilikning rivojlanishi, jamiyatdagi o'sha toifalarning ahvoli haqida gaplashamiz. Uchinchi reja yangi xet podshohligi davrida bu davlatning kuchayishi, xet davlati, demak buyuk xet davlati deb e'tirof etilishi haqida. To'rtinchi rejada biz ko'proq xet davlatining harbiy imkoniyati, umuman harbiy yurishlar va harbiy qurol-yarog' borasidagi xetning ustunligi haqida gaplashamiz. Beshinchi rejada ko'proq xet diplomatiyasi haqida suhbatlashishni rejalashtirdik. Oltinchi savolda ko'proq ijtimoiy-iqtisodiy munosabatlar hamda madaniyat masalalarini qamrab olgan. Bilamizki, xet davlati Kichik Osiyo hududlarida joylashgan qadimgi davlatchilikning markazlaridan biri hisoblanadi. Kichik Osiyo o'zining geografik joylashuvi o'rniga ko'ra Qora, Marmar, Egey va O'rta Yer dengizlari bilan o'rab olingan yarim orol hisoblanadi. Agar uni zamonaviy kun tili bilan aytsak, bu hozirgi Turkiya respublikalari hududlarida tashkil topgan qadimgi davlatchilik o'choqlaridan biri. Xet davlatining paydo bo'lganligi haqidagi ma'lumotlarni, umuman xet davlati qadimiyati, uni arxeologik o'rganilishi masalasi 20-asr boshlarida yuzaga keldi. Aynan xetshunoslik maktabi 20-asrning boshlarida nemis olimlarining sa'y-harakatlari bilan yuzaga kelgan. Bunda o'sha mashhur olim Winklerning 1906-yilda hozirgi o'sha Bo'g'ozqoya deymiz, Turkiya hududidagi Bo'g'ozqoyada qadimgi xetlar poytaxti Hattusa shahrining aniqlanganligi, bu davrda aynan demak qadimgi davr xet davlatchiligi tarixiga tegishli yangi ma'lumotlarni aniqlash, topish imkoniyatini berdi. Endi savol tug'iladiki, umuman xet davlati qachon paydo bo'lgan? Xet davlatchilik tarixi miloddan avvalgi 18-asrda shakllanish boshladi. Toki miloddan avvalgi 12-asrgacha bu davlat yashadi. Demak, taxminan tarix sahnasida qariyb 6 asr xet davlati hukmronlik qilganligini ko'rishimiz mumkin. Endi xet tarixiga tegishli manbalar turli hududlardan aniqlangan. Birinchisi yuqorida aytganimdek Turkiya hududlari, ikkinchisi esa 1887-yil Telamarna arxivlarida diplomatik yozishmalarda xet podshosining Misr fir'avniga tengligi, ularning birodari sifatida eslatib o'tilishi haqidagi manba bizgacha yetib kelgan. Bu Telamarna, bu Misrdagi qadimiy yodgorliklardan biri. Bu ham manba hisoblanadi. Bundan tashqari xet davlati haqida keyinchalik 20-asrda ham ko'plab tadqiqotlar Yevropada, Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiyada amalga oshirildi va ko'plab monografiyalar nashr etildi. Endi savol tug'iladi, xet davlatining asosiy mashg'uloti nima bo'lgan? Umuman xet xalqlari qaysi tilda gapirgan degan savol tug'iladi. Olimlarning o'rganishicha, xet davlatining asosiy aholisining etnik qatlami xetlardan iborat bo'ldi. Xetlarning o'zining mahalliy xet tili amalda bo'lgan. Buni ko'pchilik olimlar o'zlarining o'rganishlari natijasida isbotlashdi. Masalan, mashhur tarixchi olim Getze 1933-yilda o'zining xet davlati tarixini umumiy ocherki nomli asarni yaratadi. Bunda o'sha Kichik Osiyo tarixini umumiy manzarasi aks etgan bo'lib, muallif xet davlatidagi harbiy va siyosiy tarixga alohida e'tibor qaratib, umuman mana shu xet davlatchiligining mintaqa tarixiga, mintaqa rivojidagi o'rni haqida qimmatli fikrlarni bildirib o'tgan. Endi bu hudud, Kichik Osiyo hududidagi davlatchalar va bu hududdagi xalqlar haqida hikoya qilar ekanmiz. Biz beixtiyor bu hududda yashagan axiylar,
keyinroq frigiylar, shimoliy sharqdan kirib kelgan kimmeriylar haqida suhbatlashishimiz kerak bo'ladi. Qadim zamonlardayoq Kichik Osiyoda Troya, Lidiya, Frigiya va o'z navbatida mana biz bugun suhbatlashayotgan eng qadimgisi bo'lgan Het davlati ham mavjud bo'ldi va mintaqa taraqqiyotiga ta'sir o'tkazdi. Biz bu yerda mana o'sha Het davlati arxeologiyasi, mana shaharlarning o'sha qazib o'rganilganligi haqidagi ma'lumotlarni keltiryapmiz. Bu yerda esa Het davlatining mana janubda O'rta Yer dengizi, shimolda Qora dengiz bilan chegaradosh bo'lgan hududlarda qadimgi Het davlati qirolligining tashkil topishi xaritada aks etgan. Albatta bu yerda Het davlati o'zining taraqqiy qilgan vaqtida mana Aleppo, Ugarit, Kadesh deyilyapti. Bu hozirgi Yaqin Sharq davlatlari, Falastin, Suriya va Livan kabi hududlarni qamrab oladi. Mana shu hududlar ham Het qirolligining mulklari bo'ldi. Bundan tashqari qadimgi Het hududlarida mana uning bir paytlar Yunon koloniyalari tuzilgan mana bu chet hududlarda Troya davlati ham mavjud bo'lgan. Troya davlatining mavjud bo'lganligi haqidagi dastlabki qarashni 1870-yilda bu yerlarni o'rganib chiqqan olim, demak Genrix Schliemann shu xulosaga keladi. Endi Het davlatining hukmdorlari tarixiga alohida e'tibor beradigan bo'lsak, birinchidan bu davlat juda kuchli hukmdorlar tomonidan boshqarilgan. Albatta dastlab Kichik Osiyodagi Nesa, Buruxsan, Kussar va Xatusi kabi shaharlarni o'z ichiga olgan siyosiy birlashma keyinchalik butun Yunon dunyosiga mana Kussardan boshlandi va bu yuqorida aytganimdek Yaqin Sharq hududlarigacha kengaygan katta davlatga aylana oldi. Endi hukmdorlar asoschisi sifatida Anittani tilga olishadi. Miloddan avvalgi 18-asrda Anitta bu dastlabki hududda Nesani bosib oladi va poytaxtga aylantirib katta davlatchilikni tamal toshini qo'ydi. Ammo qadimgi Het davlatida haqiqiy hukmdor sifatida keyinchalik uning nomi hattoki titul unvonga aylanib ketgan Tabarnani eslashimiz kerak. Tabarna miloddan avvalgi 1675-yildan 1650-yilgacha boshqardi. Uning davrida mamlakat ko'p joylari birlashtirilib, Qora dengiz sohillarigacha bo'lgan yerlar Het davlati tarkibiga kiritildi. Hattoki Tabarnaning nomi keyinchalik hukmdorlarning ismiga qo'shib aytiladigan hukmdor ma'nosini ular Tabarna yoki Labarna shaklida talaffuz qilib e'tirof etishdi. Hatto Tabarnaning rafiqasi Tavananna ham mana shu malikalarni titul nomi sifatida tan olinadi. Undan keyin mamlakat tepasiga Xetusili birinchi hokimiyatga chiqadi. Aynan Xetusili davrida mamlakat poytaxti Het shahri bunyod etiladi. Shu hozirgi Bo'g'ozqoyadan topilgan Xatussa shahrini bunyodkori aynan Xetusili edi. Xetusili 1650-1625-yillarda mamlakatni 25 yil boshqargan hukmdor sanaladi. Bundan tashqari Xetusilidan keyin mamlakatni qudratini oshirgan hukmdor Mursili birinchi hokimiyatga keldi. Mursili birinchi davrda mamlakat Suriyaning shimolidagi Xalpa hududlarini bosib olish hisobiga janubga nisbatan ancha kengayganligini ko'ramiz. Bundan tashqari aynan Mursili davrida mamlakat qudrati kuchayib, qo'shni mamlakatlarga xavfi oshib bordi. Het davlatining hududlariga albatta turli davrlarda bosqinlar, qo'shni mamlakatlar bilan nizoli holatlar ham uchradi. Het davlatining eng muhim jihati bu harbiy birinchi byurokratik davlatni tuza olganligidadir. Chunki Het armiyasi va uning o'sha jangchilari, ot aravalari mintaqa hududlarda eng kuchli davlatlardan biri sifatida e'tirof etilishining asosini tashkil etdi. Bir so'z bilan aytganda Kichik Osiyoning dastlabki qadimiy davlati Het davlati miloddan avvalgi 18-asrdan to miloddan avvalgi 1190-yilgacha mintaqaning ham iqtisodiy, ham harbiy siyosiy davlati sifatida tarixda qoldi. Keyinchalik Het davlati hududlari dengiz xalqlari tomonidan
o'zlashtirilishi hisobiga